Atamızda görüp kaldım. Esiniz kim? He? Esimiz kim? Mirgiyas. 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 Mirgiyas degan. İstikul'dan Karakol. Issiqko'ldan Karakol. Qaroqol degan yerdan ekan. Qaroqol. Mirgiyas degan ata. 93 yoshda, 35-yil tug'ilgan. Ko'rib qoldim, kezesib qoldim. Batasini olyapman. 1,5 yildan beri o'sha yerda ekan bu kishi. O'sha yerga niyetlab kelganlar, o'sha yerda bo'laman до конца deb. Alloh niyatinizni qabul etsin inshaalloh. O'sha yerda baqiy qabristonda shu yerga jatu nasib etsin. Sizga da bizga da. Barganda avuşkalarga aytkan namaz okubay yürgenlerge. Bana avuşkanı gördüm. 93 yaşta jürek. Velosiped menen jürek dep aytkan ona. Emme degende bu yerden 40 minut, 35 minutta kelip jürgenmen. Bana butka kichkina kuch kelgandan keyin velosiped alıp velosiped menen gelip ketip jüremen. O'sha yerga kelishsin, sajda qilib qolsin. Alhamdulillah Müslüman bolgandan keyin bizga iki dünyani berip atar. Bu jalgan dünyani da, itti o'lik dünyani berip atar bizga. O'shaning uchun biz Müslüman bolgandan keyin o'sha jannati to'lik dunyolik ega bo'ladilar. Mana bu yerda 200 ga yaqin el bor. Natsiya. Qozoq, o'zbek, yaponlar, yaponlar ish qilib yer yuzining bari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganlar kelgan. Anda boshqalarni kirgizmaydi. Mana kelishib, Xudoga shukr, bir-birimiz bilan söylesip, eptep söylesip, nima qilib atamiz mana. O'shaning uchun Xudoy taolo kimga diliga o'zini dininiz buyurgan bo'lsa, bu yerga kelishib mana ibodat qiladi. Mana o'shaning ichida sen dile kelib qolding. Xudoga shukr, meni prezidentlar kelib balasini jo'rib pozdravlat qilib qo'ydi. 93 yoshdagi avuşqa o'sha yerda o'qib jo'ratdi mana. So'laymi? Maşallah. O'shaning uchun senga nasihat qilaman. Xudo taolo meni yoshimga yetgan, yetib o'sha yerga kelib, bolalarim mana 4 bolamni yaxshi o'qitgan. Amin. O'qitib ilm olsin, ilm olsin. Amin. Arab tilini o'rganib kelib, mana masa o'tirib mana qarab, endi o'qib Naram lekindan medresede o'sha yerda nima ekan, shogirdlar ekan. Ular lekin o'tirib saboq oladi.